Barselona yozgi transferlar oynasiga 150 million yevro pul mukofotini ajratdi va endi Barselonada Bastoni va Alvarez varianti asosiy nomzod sifatida ko'rilyapti. Videoda oxirigacha ko'ring va kanalimga obuna bo'lishni unutmang, chunki Barselonaning eng katta kanali aynan shu kanal hisoblanadi. Unda boshladik. Barselona bilasizlar, Haaland oladi, Alvarez oladi deyotgan paytimizda Barselona klubi rasmiy ravishda 150 million yevro pul mukofotini ajratganligi va markaziy himoyachi va markaziy hujumchilarda o'z safiga qo'shib olishni qiziqyapti. Alexander Bastoni Inter 70 million yevroga qo'yib yuborishga tayyor. Atletico Madrid futbolchisi Alvarez bo'lsa 80 million yevroga Barselonaga tushishi kutilyapti. Va ikkalasini qo'shib hisoblaganda Barselona naqd 150 million yevro ishlatish kerak bo'ladi bitta markaziy himoyachi va bitta markaziy hujumchi uchun. Haaland varianti bo'lsa Barselonada hali ham bor, lekin baribir Barselonaga muqobil variant sifatida Alvarez hamda Alexander Bastonilar Barselonaga juda ham kerakli futbolchi, sababi Haaland naqd 150 million, 120 million yevro atrofiga keladi. 150 million yevro ajratgan klub uchun esa 150 millionga bitta futbolchi olish bu nerealniy holat. Shuning uchun Barselona aqlli yo'l tutib, Alvarez hamda